Assalomu alaykum. Hurmatli nevrologiya fanini o'rganuvchilar. Agar qiyin bo'lib ketmayotgan bo'lsa, davom etamiz unda. Ketdik, biz harakat yo'liga keldik. O'tgan videomizda, oxirgi videomizda, ya'ni ikkinchi darsimizning birinchi qismida biz o'sha nerv sistemasini, anatomiyasini, pushta va egatlarni ko'rib chiqdik, vazifalarini o'rgandik. Endi davom etamiz. Harakat yo'lini o'rgandik. Ixtiyoriy harakat yo'li. Harakat yo'li doim esingizda tursin, ikkita neyrondan iborat. Upper motor neyron va bizdagi pastki motor neyronlar, ya'ni lower motor neyronlarni tashkil etgan. Demak, harakat yo'li nechta neyrondan iborat desa, ikkita neyrondan iborat deysizlar. Bu qaysi desa, bizda yuqorigi markaziy neyron va pastki periferik neyrondan tashkil topgan. Endi o'z navbatida markaziy neyron zararlansa nima deymiz desa, markaziy falajlik kelib chiqadi. Periferik neyron zararlansa desa, periferik kasallik. Misol uchun bizda bosh miyada qonlanish, o'tkir buzilishlar bo'lsa, markaziy neyronlar zararlanishi kuzatiladi. Periferik neyron zararlanishlari ba'zi kasalliklarimiz bor. Genivariy misol uchun miasteniya bo'lishi mumkin. Ularda periferik neyronlar patologiyasi ketadi. Ko'raylik. Bizda nozik narsalarimizni ham ko'rdik. Harakat nima bo'lishi kerak edi? Markazdan periferiyaga borish kerak edi. Markazdan qayerdan boshlanadi desa, bizdagi birlamchi motor area, ya'ni bizda presentral girusdan boshlanadi. Shu yerdan o'ziga javobgar neyronlar bor. Misol uchun bizda qo'limizga javobgar yoki oyog'imizga yoki yuzimizga javobgar neyronlarni qismidan boshlanadi. Boshlanganda birinchi neyron ko'rasizlarmi? Qayerdan boshlanyapti-da, bizda ichki kapsulaning orqa qismidan o'tyapti. Ichki kapsulaning orqa qismidan o'tib kelyapti va bizda uzunchoq miya kelganda piramidal discussion hosil qiladi. Ya'ni bizda piramida qismiga kelganda qarama-qarshi tomonga o'tadi. Shuning uchun o'ng yarim sharda qon quyilishi yoki ishemiya bo'ladigan bo'lsa, bemorda klinikasi qarama-qarshi tomonda, ya'ni chap tomonda bo'lishi mumkin. Chap tomonda gemiparez yoki chap yarim sharda qanaqadir patologiya keladigan bo'lsa, o'ng tomonlama gemiparez yuzaga chiqishi mumkin. Xo'p, ko'ryapmiz, davom etyapmiz. Bizdagi ko'prik uzunchoq miyadan o'tgandan keyin ko'rasizlar, bo'yin qismidan o'tadi va o'ziga javobgar qismga borganda birinchi neyron tugaydi. Yon ustun bo'ylab ketadi, ya'ni lateral kortikospinal trakt orqali ketyapti-da, borib turib o'ziga javobgar segmentga, misol uchun qo'limizni harakatlantirishga javobgar segment bo'yin hisoblanadi, to'g'ri? Shu bo'yinga kelganda nima qilyapti? Oldingi kurray modelga kiryapti, birinchi neyron tugayapti. Ko'rasizlar, birinchi neyron qayerdan boshlangan? Ya'ni o'sha bizdagi birlamchi motor areadan boshlanib, qaytaryapmiz. Ichki kapsulaning orqa qismidan o'tadi va uzunchoq miyaga kelganda qarama-qarshi tomonga va o'ziga tegishli segmentga kelganda birinchi neyron orqa miyani kurray moddasini oldingi shoxiga kirganda tugaydi. Shu yerdan bizda ikkinchi neyron boshlanib, u borib bizdagi skelet, ya'ni gumdalang targ'il mushaklarini harakatlantiradi. Hop, davom etamiz. Agar qanaqadir tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol shu bizdagi komment qismiga kommentariyaga yozsangiz, qo'ldan kelgancha javob beramiz. Hop, buni harakat sistemasini, anatomiyasini, harakat sistemasiga bog'liq institutlarga oid darslarimizda yana ham chuqurlashtirib va qaytarib takrorlab mustahkamlab ketamiz. Ketdik, bizda keyingi qism sezgi. Harakatga tugatdik. Sezgi o'zi ikki xil bo'ladi. Misol uchun somatik sezgi, bu bizda ana shu terilarimiz orqali qabul qiladigan sezgi bo'lsa va bizda yana maxsus sezgilar bor. Bular ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish, misol uchun bizda somatik sezgi bo'lsa, bularga qaysilar kiradi? Og'riq, temperatura, vibratsiya va proprioretseptiv, ya'ni bo'g'imlardagi sezgi. Misol uchun aytaylik, bo'g'imlaringizdagi harakat. Bo'g'imlaringizdagi harakatni sezgiga olib borib berish kerak. Misol uchun siz yurgan holatingizda bo'g'imlaringizdagi holatni o'zingiz bilasiz-ku. Shu proprioretseptiv retseptorlardan boradi. Bu bizda chuqur sezgi hisoblanadi. O'zi somatik sezgini ham ikkita katta guruhga bo'lib olamiz. Ya'ni ular chuqur sezgi va yuzaki sezgi. Chuqur sezgiga nimalar kiradi desa, bizdagi vibratsiya, proprioretseptiv va diskriminativ sezgilar orqa ustundan o'tadi va bu chuqur sezgi hisoblanadi. Ya'ni nimani orqa ustunidan desa, orqa miyani orqa ustunidan yo'nadi. Aksonlar orqa miyani orqa ustuniga kirib, markazga qarab yo'nadi. Bu orqa ustuniga ketganligi uchun bu chuqur sezgi. Bular nimada ishtirok etadi desa, vibratsiyada, proprioretseptiv sezgilarda va diskriminativ murakkab sezgi desak ham bo'ladi. Bu ikkita nuqtani aniqlash. Bemorlarda ikkita nuqtani tegizasida nechtaligini aytasiz. Bemorlar ko'rmagan holatda bo'ladi, bitta yoki ikkita deyishi mumkin. Shu holatda biz tekshirishimiz mumkin. Keyingisi
anterolateral yo'l, ya'ni bu yuzaki sezgi deyiladi. Bundan nimalar ketadi? Og'riq, temperatura, taktil. Ya'ni bizdagi siypalash. Bular bizdagi yuzaki sezgi hisoblanadi. Shularda anatomiyasini ko'rib chiqamiz yo'llarni. Endi chuqur sezgi bilan yuzaki sezgi uchun umumiy tushunchalar bor. Ikkalasi 3 neyronli. O'tgan darsimizda ko'rdik, harakat 2 neyronli. Bizda endi sezgi bo'lsa, ikkalasi ham, chuqur sezgi ham, yuzaki sezgi ham bu bizda 3 neyronlik. Ikkalasi uchun umumiy. Yana nima desak, ikkala yo'l ham talamusdan o'tadi. Harakatda ko'rmadik-a, talamusdan o'tmadi. Bu sezgida bo'lsa, ikkalasi talamusdan o'tadi. Yana nima desak bo'ladi? Bu ikkala yo'l ham kesishadi, qarama-qarshi tomonga o'tadi. Kelinglar, bizda endi harakat markazdan keluvdimi? Endi biz periferiyadan markazga yo'nalishimiz kerak, chunki bu afferent yo'l. Vibratsiya, proprioceptiv deb sezgilar, bular bizda chuqur sezgi edi. Chuqur sezgining yo'lini ko'raylik-da. Chuqur sezgi kelyapti, gangliyada birinchi neyron ketyapti. Qayerga kiryapti desa, orqa miyani kurang moddasini orqa shoxiga kirib, bizda orqa ustunga o'tib boradi. Tushunarli-a? Bizda qo'limizga javobgar qism bo'ladigan bo'lsa, bu bo'yindan yoki oyog'imizga javobgar qism bel bo'lyaptimi? Oyoqdagi informatsiyalar bel segmentiga kelganda orqa ustunga o'tadi. Va ketadida borib turib, bizda uzunchoq miyaga kelganda birinchi neyron tugaydi. Shu yerda birinchi neyron tugaydi. Birinchi neyronni qayerda tugaydi desa, bizda nucleus gracilis va nucleus cuneatus bor. Nucleus gracilis bizda oyoqlarimizga javobgar markaz. Yadrolar joylashganda shu yerda. Nucleus cuneatus bo'lsa qo'llarga javobgar. Bu yerda bizda nucleus gracilisga kelyapti. Shu yerda birinchi neyron tugadi. Ikkinchi neyron nima qilyapti desa, ikkinchi neyron qarama-qarshi tomonga o'tadi. Va qarama-qarshi tomonga o'tib, qayerga boryapti? Talamusga borganda tugaydi. Talamusdan bizda 3-neyron boshlanadi. Xo'p, qayerga qarama-qarshi tomonga o'tdi desa, uzunchoq miyada. Demak, o'zi orqa ustundan keldi. Bitta qaytarib olaylik. Bu orqa ustundan ketadigan sezgi, ya'ni chuqur sezgi, vibratsiya, diskriminativ sezgilar ishtirok etadi va bo'g'imlardagi o'sha holatni sezgilar olib ketyaptimi? Shunda nima qilyapti desa, birinchi neyroni orqa miyani kurang moddasi orqa shoxidan kirib, orqa ustunga o'tadi. Orqa ustundan uzunchoq miyaga borganda birinchi neyron tugadi. Ikkinchi neyronchi qarama-qarshi tomonga o'tdi. Qarama-qarshi tomonga o'tib, talamusga borganda tugaydi. Talamusdan bo'lsa, bizda 3-neyron boshlanib va bizdagi yarim sharda o'ziga javobgar qismga, ya'ni medialroq bo'ladigan bo'lsa, bu oyoqdagi, misol uchun, shu markazlarga borib o'zining informatsiyasini beradi. Xo'p, endi agar qiyin bo'lmayotgan bo'lsa, yuzaki sezgini qanday farqi bor desa, yuzaki sezgi bizda aytdik, og'riq, temperatura va bizdagi siypalash. Siypalashlik sezgini olib ketadi. Buni nima qilyapti desa, buni neyronlari ham bizda pseudounipolyar hisoblanadi. Kirib, bu nima qilyapti? Qaranglar. O'z-o'zidan kirishi bilan birinchi neyron tugaydi. Birinchi neyron tugadi. Orqa miyani orqa shoxiga kirganda birinchi neyron tugaydi. O'zidagi informatsiyani olib boryapti-da, orqa shoxga kelganda tugaydi. Ikkinchi neyron nima qilyapti? Ikkinchi neyron qarama-qarshi tomonga o'tyapti. Qarama-qarshi tomonga o'tib, yon ustun mana bu kechirasizlar, anterolateral. Nisbatan mana bu yon ustunning oldingi qismidan ketadi. Borib talamusga borganda ikkinchi neyron tugaydi. Uchinchi neyron qayerdan boshlanadi desa, talamusdan boshlanib markazga boradi. Bu yerda uchinchi neyron hisoblanadi. Endi chuqur sezgilar farqi bo'ldi, lekin ikkalasi ham kesishdi. Ikkalasi ham talamusga bordi va ikkalasi ham 3 neyronli. Farqi nimada bo'ldi desa, bizdagi yuzaki sezgi orqa miyani o'zida qarama-qarshi tomonga o'tib olyapti. Bizda ajoyib kasalliklar bor. Misol uchun serengomieliya degan kasallik bor. Mana shu yerda kurang moddani o'rtangi qismi yemirilib boradi. Bemorlarda shikoyati qo'ldagi og'riq va temperatura sezgisi yo'qligi bo'ladi. Va mana shu yerda naysimon teshik bo'lib, chuqur sezgida patologiya bo'lmaydi, yuzaki sezgida patologiya bo'ladi. Bu kasalliklarni patogenezini, klinikasini tushunish uchun bizga shu darslarimiz juda ham kerak bo'ladi. Bilasizlar, barcha nevropatologlar o'zi bilan birgalikda nimani olib yuradi? Bolachani olib yuradi. Bolacha nima uchun ishtirok etadi? Albatta bizdagi pay reflekslarning holatini ko'rish uchun, patologik reflekslarni ko'rish uchun kerak bo'ladi albatta. Bu nevropatologda bu qurol hisoblanadi. Qaranglar, bizdagi pay refleksini ko'rmoqchimiz. Misol uchun 2 boshlaymi, 3 boshlaymi? Kelin mana bu rasmda biz 3 boshlaylikni ko'raylik.
uch boshlikda bolg'acha bilan uch boshli mushakni pay qismiga urilganda nima bo'ladi? Maqsad nima desak, uch boshli mushakni qisqartirishmi? Uch boshli mushak qisqaradigan bo'lsa nima bo'ladi? O'z navbatida qo'l yoziladi. Bu qanday amalga oshyapti deydigan bo'lsak, bu yerda biz qo'zg'alish bo'lganda bizda muscle spindleslar bor, ya'ni mushak uchuqlari. Shular orqali qabul qilinadida bizda informatsiya orqa miyani orqangi shoxiga kirib, bizda shu yerda analiz sintez bo'ladi. Analiz sintez bo'lib, bizda harakat bo'lib qaytib keladida va uch boshli mushakni qisqartiradi. Buning natijasida qo'limiz yozib. Endi bizda savol tug'iladiki, uch boshli mushakni o'zini qisqarishi qo'lda yozadi. Yo'q, bizda ikki boshli mushagimizni qisqarsa, uch boshli mushagimiz bo'shashi kerak. Uch boshli mushagimiz qisqaradigan bo'lsa, ikki boshlichi bo'shashi kerak. Demak, bu yerda bizda ingibirlovchi neyronlar bo'ladi. Ya'ni oraliq neyronlar, ingibirlovchi oraliq neyronlarga bitta impuls tashib ketadi. Buni maqsadi nima desa, bu kelib nima qilish kerak? Ikki boshlikni bloklash kerak. Tushuntiradimi? Demak, pay refleksi qanday namoyon bo'lishini tushuntiradimi? Biz payga urganimizda shu ta'sir etayotgan muskulimiz qisqarishi kerak, qarama-qarshi vazifa bajaradigan mushagimiz bo'shashi kerak. Xo'p, reflekslar ortib ketgan bo'lsa nima bo'ladi desa, aytaylik, asabiy insonlarda yoki bo'lmasa bizdagi asosan institutlarda reflekslar giperrefleksiya bo'ladi. Reflekslarning ortib ketishi. Nimaga desak, chunki bizdagi bosh miyaning vazifasi periferiyani bloklab, tormozlab turish. Agar markazdan tormozlanish bo'lmaydigan bo'lsa, reflekslarni ortib ketishi bo'ladi. Tushuntiradimi? Shuning uchun biz institutlarda yoki bo'lmasa periferik nervlarda patologiyasi bo'ladi. Ya'ni nervlar o'tkazuvchanlik buziladi. Ba'zi bir kasalliklarda shunda nima bo'ladi desa, bunda periferik neyronning zararlanishi, periferik falajlik bo'ladi. Reflekslar o'z navbatida nima bo'ladi? Arefleksiya, ya'ni nima? Reflekslarning yo'qligi yoki bo'lmasa giporefleksiya bo'lishi mumkin. Biz markaziy neyron zararlanishini nima dedik? Markaziy falajlik yuzaga keltirib chiqaradi. Periferik neyron zararlanishi periferik falajlikni keltirib chiqaradi. Endi savol tug'iladi, qanaqa iloj etsak bo'ladi? Bittasini aytdim. Giperrefleksiya bo'lsa bu albatta markaziy neyron zararlanishi insult bo'lishi mumkin ko'p holatlarda. Endi yana nima bo'ladi desak, tonusdan. Videoning boshida tonus ko'ryapsizmi? Tonusdan insult bo'lgan insonlarda mushaklarda tonusda bo'ladi. Markaziy neyron zararlanishi. Periferiyada tonus bo'lmaydi. Yana nima bo'ladi desa, periferik neyronlar zararlanadigan bo'lsa, mushaklarda gipotrofiyasi yoki atrofiyasi, ya'ni oziqlanishda buzilishi yuzaga kelib chiqadi. Endi markaziy neyron zararlanishida atrofiya, gipotrofiyalar bo'lmaydi-yu, lekin insult bo'lgan bemorlarda ma'lum bir miqdorda baribir ozishlar yuzaga kelib chiqadi. Lekin periferik neyron zararlanishida ozish prognozi yuqoriroq bo'ladi. Tezroq ozib ketadi. Qo'lda yoki oyoqda birdaniga ozib ketishlari bo'ladi. Xo'p, bunga doir juda ko'p kasalliklarimiz bor. Ana shularga kelganimizda xususiy qismlarda ko'rib o'tamiz ularni. Yana nima? Yana ajratadigan usul bormi siz? Bor. Bular qaysilar? Patologik reflekslar. Patologik reflekslar bizda bu normal reflekslarni, patologik reflekslar misol uchun Babinskiy eng ko'proq foydalaniladigan usul hisoblanadi. Mana shu Babinskiyda yoki Oppenheim yoki Schmidt boshqa reflekslardagi patologik reflekslar markaziy neyron zararlanishida paydo bo'ladi. Tushunarli-ya? Periferik neyron zararlanishida yuzaga chiqmaydi. Shu bilan birgalikda oxirgi yana bir metod bor. Bu elektroo'tkazuvchanligini o'lchash. Mushaklarda elektroo'tkazuvchanlik periferik neyronlar zararlanganda tushib ketadi. Markaziy neyron zararlanishida bunday patologiya yuzaga kelib chiqmaydi. Xo'p, menimcha markaziy neyron zararlanishi bilan periferik neyron zararlanishi, ya'ni harakat yo'lini bularni ajratishdi va shu bilan birgalikda sezgi sistemasini turini, klassifikatsiyasini va yo'llarini o'rgandik. Eslayda qoladigan bittaman. Darsimizda agar qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol kommentariy qismida